Jahon fitness zalida mehmonlarimiz zalga rostdan aqd qilib chiqish kerak. Dushanba, seshanba qilmas. farmakologiya haqida sizning fikringizni bilgim keldi aka. Uchinchisi sabzi. Sabzi. Xo'p aka, muskul o'stirishda eng asosiy omillar nima deb o'ylaysiz aka? Jahon fitness zalida mehmonlarimiz bugungi ustozimiz Farruh akani qo'l ostida qanot mashqlarini o'tkazamiz. Ko'pchilik mana razminkani keladi-da butun tanani ishlatadi-da. Bekardan o'zi vitaminlarni yo'qotib yuboradi. Oshcha rasvot. Mana bugun qanot muskul ishlash kerak, qanot rasyashkasini qilish kerak. Qolgan muskul kerak emas. Bekardan kuchini yo'qotadi. Oshcha vitamin yo'qotib yuboradi. Qanot. Hop yuring. Orqa oldi qilib rasyashka. Yetadimi? Ha, yetadi hozir. Rasyashkaga doim yengil, og'ir kerak emas. Tik o'tirib, ha, o'nta orqa, o'nta oldi. Boshda qon aylashtirish uchun 2 minut begovoy дорожка yo bo'lmasa 2 minut velosiped. Mana zallarda ko'pda mana aksessuarlar. Qanotga eng zo'r ob'yomni katta o'stiradigan narsa mana shu aksessuar. Qanotni tagidan chiqadi. Qolganlari ustiga beradi. Eng zo'ri mana shu. Shunda chashi qilib ishlatishmi? Ha, men ham shuni ko'p ishlataman. Buni bakovoydami yoki shiroki? Bakovoyda. Bakovoydam. Bakovoy tagidan chiqadi. Bakovoyda kaltarog'i bor edi. Uzr olib qo'yaman ekanda. Bunaqasi. Eng yengilda ham og'irdan eng zo'r o'stiradigan mana shu bo'ladi. Olib qo'yaman. Shularcha shunday lapatkasini kattaytiradi. Endi mana shu tagi yo'q. Mayitni bor, mayitni qolib. Ko'pchilik buni ishlamaydi-da. Mana bilan buni ishlataveradi. Ha. Eng ko'p beradigan narsa mana shu bo'ladi. O'stiradigan. Doran Yates taniysan, amerikalik. Shu inson bodybuilding qirolida u ham. Qanotini turnirda mana shunday ushlab chiqargan. Hammaniki ma'dan uni belini tagidan chiqdi. Turnirda chiqargan shu. Dunyo bo'yicha eng katta qanot sohibi egasi. Ana ko'p videolarni ko'rsalar ham xuddi shuni juda ko'p ishlaydi. Misol ko'pchilik menda rejim shunaqa. Misol qanot ishlasam, yelkani qo'shib beraman. Qanotni og'ir ishlatsam, yelkani yengil ishlataman. Menda haftada har kuni ko'pchilik har kuni keladi-da. Bir safari yengil, bir safari og'ir. Og'irida massaga ishlataman. Yengilida formasi uchun ishlataman. Agar yo'q, menda vaqt yo'q deydiganlarga bitta muskul ishlataman. Mana shundan 6-7 ta mashq. Lekin har safar og'ir ishlataman. Qanot ishlaganda doim bel, samo tiyagani boshlash kerak. Qanot kerak. Chunki insonni o'stiradigan, testosteron rivojlantiradigan narsa stanovoy tiyag. Ko'pchilik mortiviy bilan adashtirib qo'yadi shu. Mortiviy tiyagami? Ko'pchilik shu tiyagani oyoqqa qo'shadi. Oyoqqa qo'shib ishlash mumkin emas. Organizmni o'ldiradi. Mashina o'zida kuchliga bo'ladi. Nimaga qanotga qo'shishning sababini tushuntiraman. Tiyagani tushganda baribir umurtqa pog'onaga nagruzka tushadi-da. Shundan keyin qanot qo'shilsa, umurtqa pog'onani ochadi. Qanot. Shuning uchun qanotga qo'shiladi. Именно stanovoy tiyagani to'g'ri ishlagandan keyin qanot zo'r ishlaydi ekan. Oyoqqa bettar prisedaniyada yana tushadi-yu. Shuning uchun oyoqqa qo'shib bo'lmaydi bu stanovoy tiyagani. Mumkin emas. Yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lsang, o'zimizga obuna bo'l. Bo'yka zalda ko'rish. Dadalab chiqing orqaga. To'liq chiqing. Mana siz ham mortiviy ishlayapsiz-da. Ha, mana shoshilmay, ko'p berganni ko'p orqaga tortish kerak. Shunda belga nagruzka uchun keladi. Sekin olib chiqib, sekin. Ha, bizga sportda tezlik umuman kerak emas.
Tadibon aka sportga kirib kelish, umuman bodybuildingga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Kimdir orqalimi, o'zi qiziqishingiz? Bu sohada men o'zim bilasizlar, medikman. Men o'zimda yoshlikda orttirgan travmalarim ko'p bo'lgan. Avariya bo'lganman, sulaylarimda bo'lgan. Shu yelka kamarlarim sinib ketganda menda avariya bo'lgan. Shu sabab bo'lib qolgan. Shu o'zimni sog'lomlashtirish uchun masohani egasi bo'lib ketganman. Men meditsinadan bu sohaga o'tganman. Staj hozir qancha aka? Staj shu sport yurganingizga? Umuman sportsmen bo'lib, trener bo'lib ishlab yurganingizga, sportga chekilganingizga o'xsha aytadigan bo'lsak, baribir 18 yil o'tib ketdi. 18-19 yil o'tib ketdi. Xudo xolasa, katta treneridan eskaligi. Staraya shkola deydi-yu. Staraya shkola trenerlardan deb bilaman, chunki men endi bu sportga qiziqib borgan paytda Farruh akalar musobaqada yurgan paytingiz bo'lganda, rosa gullat yurgan paytlari bo'lgan. Abduman aka ustozlari katta shogirdlaridan bo'lgan. Mana hozir 5 yil tanaffusdan keyin mana o'zimiz yana ustimizda ishlab, yana musobaqaga tayyorgarlik. Xudo xolasa Farruh akaga obuna bo'lib qo'ylar, haqiqatda yaqin tez kunlarda ketma-ket musobaqalarga tayinlanyapti. Inshaalloh oliy o'rinlarni kutib qolamiz aka. Xudo xolasa kelganlarga yana bemalol o'rgatamiz. Xudo xolasa gap yo'q. Endi mana qanot mashqimizni boshlaymiz. Stanovoy tiagadan keyin обязательно tepadan tortish shart. Umurtqa pog'oni ochilish uchun. O'tiring. Yuqorida aytganimdek mana yon boshga mana kalla oldiga ketdi. Oldiga hozir orqaga qaytdi. Sekin qaytdi. Qaytdi. Tushunarli? Ko'pchilik orqaga tashlaveradi, talchoq beradi. O'zini ko'targan vesi bilan tortish kerak. Tushunarli? To'liq berib yubormang tepaga. Zo'r. Qaytdi. To'liq berdim. Qaytdi. Hop. Iloji bor chiqana oldiga. O'zi egilsiz chiqana o'zi oldiga ketaveradi. Aka, yangi kelayotgan bolalarga, yangi shogirdlarga yoki sportga yangi qadam qo'yayotganlarga top 3 ta maslahatingiz yoki nimadan boshlashni maslahat berarsiz bor? Yangi bolalarga shu maslahatim mana zalga rostdan ahd qilib chiqish kerak. Dushanba, seshanba qilmasdan. Ikkinchisi yemoqqa. Sport pitani ovqatlariga. Uchinchisi intizomga. Intizom bor joyda o'sish bo'ladi. Ovqat deganimizda ko'pchilik masalan mana aka, ozaman degan odam yoki semiraman degan odam, semiraman degan noziylar ko'p ish kerak ekan degan narsa keladi-da. Ozaman deganlar ovqatni qisib oladi. Nima qanday yo'nalish bergan bo'ladi? Ularga sodda qilib tushuntiraman. Semiz insonlarga va katta insonlarga ovqatni parhez qilish kerak desa, yemay qo'yadi. Mumkin emas. Organizmga kirmasa, u hech qachon chiqarmaydi organizm. Mana shuni ushlab oladi. Ular ko'p oz-ozdan ko'p, faqat oqsil. Ozg'in insonlarga ularga uglevodni. Ovqatni ular birdaniga to'yib emas, oz-ozdan mahalini ular ham ko'paytirish. Medlenniy uglevodlar. To'yib yeb olgan organizm hech qachon vес bermaydi. Chunki tezroq chiqarib yuboradi organizm. To'g'ri. Sintezlash qiyinlashib ketadi. Rahmat. Bu stanovoy tiaga trenajyor, silovoy trenajyor hisoblanadi, qanot tiaga trenajyor. Ko'pchilikda ikki qo'llab ko'p tortadi. Shuni hisobiga bir xil vez tushmay qoladi. Hozir buni ushlang. Bu ham qanotni tez o'stiruvchi teparoq. Tortganda mana yon boshga, hop, sekin boricha beriladi qanotni doim bunda, Sekin. Alohida ham ko'p ishlab turish kerak. Doim ikkala qo'lda tortib bo'lmaydi, chunki silovoy ikki xil bo'ladi insonda, nervga olib. Hop, sekin, nafas. Ko'pchilik nafasini dimlab oladi. Nafas ol, bo'yga, ertaga ko'karib ketasan. Kislorod tez charchasini sababi nafas olmaydi. Shuning uchun silovoyni yo'qotib qo'yadi. Kislorod kerakmaydi vaqtida. Nafasingni olib baqirib ishlaver. Bir o'g'il bolalar dargohi bir oy indamaydi. Emotsiyalar ko'rsatadi. Lekin qo'ygan vesingga qarab baqirganda jitta ves bilan baqiraman. Orqaga qisib ketib sekin boricha berib yuboring. Bu shunaqa trenajyor. Shunday mashqlar bor, to'liq bermaydigan mashqlar bor-da. Bu mashqimiz to'liq oldiga berish kerak. Farruh aka, bitta savol aka, zalga mana ko'pchilik keladi, natija deydi. Kelinglar, men trenerga natija qilishim kerak deydi. Lekin rasvod qilishdan qochadi. Ularga fikringiz nima aka? Fikrim emas, javobim bor ularga. Harakat nolga teng. Bo'yga xarajatdan qochdingmi natija bo'lmaydi. Men
sog'lom kacha qilmoqchiman deganlargacha aka pitanadan qo'rqib ovqatni o'zi bilan chiqarib olaman deganlarga nima fikr bildirgan bo'larsiz aka? Ularga o'zing ishingni qilaver deydi. Qisqa bo'ldi. Ha. Tushungan tushundi. Yana.